Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy bilan bir tijorat kelishimi tuzdiganligini, chunki buni qilishga majbur ekanligini aytdi. Trump Amerikaning Meksika bilan ko'chmanlar va bexatarlik kelishimining yangi bir bo'limini imzolaganligini bayon qildi. Shundaqla buni Meksika parlamenti tasdiqlamasa, tamojna bejini o'stirganligini aytib ta'kid soldi. Trump Twitter'da bergan bayonotida Amerika uzun yillardan beri qilishni orzu qilib kelayotgan Meksika bilan ko'chmanlar va bexatarlik jihatdagi kelishimning muhim bir qismini imzoladik va belgiladik. Yaqin kelgusida uni e'lon qilamiz va bu Meksikaning qonun chiqarish organining tasdiqidan o'tishi kerak dedi. Trump buningdan boshqa ovozga qo'yish bilan munosabatlik bir masala chiqishini xohlamaymiz. Agar har qanday bir sabab tufayli tasdiqdan o'tmasa, tamojni bejini o'stiramiz dedi. Trump o'tgan hafta bergan qonun bilan munosabatlik bayonotida Amerika bilan Meksika bir kelishim hosil qildik va bu kelishimni imzolaganligimizni sizlarga bildirmoqchiman dedi. Bu oraliqda Trump CNBC'ning telefon ziyoratini qabul qilib, Xitoy bilan Meksikaga yurgizadigan qo'shimcha tamojni bejining xatirini so'zlab o'tib, qo'shimcha tamojni bejining Amerikaga qaltis bir raqobat ustunligi elib keladiganligini so'zladi va shularni ilova qilib, Amerika shirkatlarining asta-asta Xitoydan chekinib chiqishi Beijing uchun bir cho'ng yo'qotish. Shirkatlar Xitoydan ayrilib boshqa davlatlarga yo'tkiradi, chunki qo'shilgan tamojni bejini to'lashni xohlamaydi. Xitoy bir kelishim imzolaydi, chunki buni imzolashga majbur dedi. Trump ko'rishishni tilga olganda qo'shimcha tamojni bejining Amerikaga ziyon beradiganligini so'zlab, Amerikaning tahdidlarini tadqiq qilgan Amerika savdogarlar uyushmasi muavin raisi Meron Brilliantni davlatni qo'g'dimidi deb aybladi. Trump Xitoy bilan arada davomlashayotgan jiddiylik bilan birlikda shanba kuni Meksika bilan elib beriladigan tijorat suhbatini so'zlab, Meksikaning boshqa tanlashlarining uningdanmi battar bo'ladiganligini bayon qilib o'tdi. Bu sabab bilan kelishimga qo'shiladiganligini bayon qildi. Hamda bularni ilova qilib, siz pul qutisi bo'lsangiz, qo'shimcha tamojni beji siz uchun bek yaxshi. Agar qo'shimcha tamojni beji bo'lmagan bo'lsa, Meksika bilan bir kelishim hosil qila olmaydik. Orzu qilgan hamma narsani oldik. Meksika bilan nihoyatda yaxshi bir tijoriy hamkorligimiz bo'ladi. Chunki ular bizga hurmat qiladi. Meksikadan xohlaganlar davlatimizga kirganda biz hech ish qilmasak, bizning qanchalik ojiz bo'lganligimizga ishonmaydi. Meksikaning kuchli ko'chmanlar qonunini ishlatamiz. Janubdagi chegaraga 6000 askar avatiladi. Buni burun bo'lsa qabul qilarmidi deganlarni bildirdi.